Ushbu loyiha Xalq banki Jalaquduq filiali hamkorligida Andijon viloyati Jalaquduq tumani Madaniyat MFI 7901 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Bu yerning maydoni hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 1100, eni 800. Bu yerga ekilgan ekinni har hafta sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 37 dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun 30 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish va parvarishlash uchun yetarli tajribaga ega. Dehqon xo'jaliklari yetarli tajribaga ega. Hozirda bu yerga dehqonchilik ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonnadan jami 180 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Keyingi yilga yana 10 gektar qo'shilgan holda ekilish ko'zda tutilmoqda.